va prosmotr doimiy olishiga yordam beradi. Tayyor bo'lsangiz, qani ketdik. Birinchi maslahat, videolarni o'chirmang. Ha do'stlar, men tushunaman, odamlar turli sabablarga ko'ra videolarni o'chiradi. Lekin videoni o'chirish bu kanalingizni o'ldirish bilan barobar degani. Agar siz videoni o'chirsangiz, bu kanalingizga jiddiy zarar yetkazadi. Ko'plab youtuberlar video tayyorlashga juda ko'p vaqt, kuch va pul sarflashadi. Lekin uni yuklaganidan keyin video umuman prosmotr olmaydi. Shunda ular o'sha videoni o'chirib, qayta yuklab, bu safar yaxshi prosmotr olar deb o'ylashadi. Agar siz ham xuddi shunday qilayotgan bo'lsangiz, kanalingizni asta-sekinlik bilan yo'q qilyapsiz. Videoni o'chirish orqali siz YouTube'da umuman muvaffaqiyatga erisha olmaysiz. Monetizatsiyaga chiqa olmaysiz. Prosmotrlar ham bo'lmaydi. Shuning uchun har qanday holatda ham videolarni o'chirmang. Faqatgina o'sha video sizga ogohlantirish, ya'ni strike olib kelish ehtimoli bo'lsa, uni o'chirishingiz mumkin. Ikkinchi maslahat, playlist va end screen funksiyalaridan foydalaning. Ko'pchilik yangi boshlovchi youtuberlar playlist va end screen funksiyalarining foydasini yetarlicha tushunmaydi. Lekin aslida YouTube algoritmida videolaringiz bir-biri bilan bog'liqligi katta ahamiyatga ega. Misol uchun, end screen funksiyasi orqali videongiz yakunida boshqa bir eski yoki muhim videongizni tavsiya qilsangiz, tomoshabin yangi video tugaganidan so'ng avtomatik tarzda o'sha eski videoga o'tadi. Shu tarzda bir tomoshabin sizning kanalingizdagi bitta emas, bir nechta videoni ko'radi. Bu esa sizga ko'proq prosmotr, ko'proq tomosha vaqti va albatta ko'proq obunachi olib keladi. Tubix nomli platformaning 2025-yildagi kuzatuvlariga ko'ra, end screen qo'shilgan videolarning o'rtacha ko'rilish vaqti 20-30% ga oshgan. Agar siz yangi videoni playlist ichiga joylashtirsangiz, u avtomatik tarzda playlistdagi boshqa videolar bilan bog'lanadi. Foydalanuvchi bir videoni ko'rsa, keyingi video avtomatik tarzda ochiladi. Bu esa sizga uzoqroq tomosha vaqti olib keladi. YouTube algoritmi aynan shu narsani juda ham qadrlaydi. Ya'ni qancha ko'proq odam sizning kontentingizda qolsa, shuncha ko'proq sizning boshqa videolaringizni ham rekomendatsiya qiladi. Shuning uchun har bir videongizda ushbu ikkita funksiyadan albatta foydalaning. Uchinchi maslahat, videongizni to'g'ri optimizatsiya qiling. YouTube'da har kuni millionlab yangi videolar yuklanadi. Agar sizning videongiz to'g'ri optimizatsiya qilinmagan bo'lsa, ularning orasida yo'qolib ketadi. Shu sababli videongizni YouTube algoritmiga tushunarli va qulay tarzda optimizatsiya qilish kerak. Demak, bu uchun sarlavha qisqa, aniq va qidiruvda yoziladigan kalit so'zlarni o'z ichiga olgan bo'lishi kerak. Preview odamlarning diqqatini tortadigan, mavzuni aniq aks ettiradigan, sifatli rasm bo'lishi kerak. Описание videongizning mazmuni haqida aniq va tushunarli yozilgan bo'lishi kerak va eng muhimi, taglarda boshqa mavzudagi taglar yozilmagan